Mani yakshanbalik dam olish kunim qanday boshlandi? Erjonim ertalabdan dava keyingin men seni Maldiv orollariga olib boraman deb qo'saladi. Och qoringa qayerga ketamiz dedim-da, shunaqa chiroyli, to'yimli zavtrak tayyorlab berdim. Mana shu banana va meni pankeklarni ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Og'zingizda shunaqa erib ketadigan mazza bo'lib chiqar ekan. Aldagani xotin yaxshi deb aldayapsiz shekilli deb umuman ishonmagandim. Mayli deb tayyorlanishni ham boshlab yubordim. Oxirgi vaqt Buitov Chuson SPF-kasi bilan mana shu Velzermanni SPF-kasini ishlatyapman. Velzerman SPF-kasini qaranglar, yuzimni shunaqa yaltiratib chiroyli qilib qo'yadi ham buni men badanlarimga ham bemalol ishlata olaman. Chunki quyoshdan maksimal darajada himoyalanib yurishimiz kerak. Agarda yuzinglar terisi tez qarib ketib qolishni xohlamasanglar. Ko'pchiliginglar menga yozasizlar-ku, SPF-ga ko'zimni achitib yoshlatib yubordi deb. Qizlarjonlar, SPF-kalarning 80-90% ko'zni achitib yoshlatib yuboradi. Iloji boricha ko'zi atrofida surtib ketishga harakat qilinglar. Meni bugungi chiroyli lookcham. Qizimni ham kiyintirib oldim. Yuzlariga SPF-kalarni ayamasdan ishlatdim. Mana SPF haqida gapirib chiqqanimdan keyin nima keragi bor ekan? Yosh bolaga bunaqa narsalar ishlatib deb juda ham negativchilik ko'payib ketadi. Qizlar, eng yomon narsa bu quyosh. Hozirdan terichasini quyoshdan himoya qilib borsanglar, yuzida har xil problemalar bo'lib ketmaydi. Mana hatto erimga ham tepalarida turib SPF-kasini surting deb turibman. Erim ikkalamiz mana shu SPF-kadan ishlatamiz. Velzerman brendini juda ham yaxshi ko'raman. Hamma narsasidan o'zim ishlataman va sotuvimda ham bor. Kerakli narsalarni sumkamizga yig'ib, chiroyligina qilib ketishga ham tayyorgarlik ko'rib oldik. Qizlar, men ishonib o'tiribman Maldiv orollariga boramiz deb. Lekin bu Maldiv orollari o'zimizda Toshkentda joylashgan ekan. Atmosferani qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Plyajga borishni xohlasanglar, palon sumiylarni ketkizib chetga chiqishinglarni hojati ham qolmabdi. O'zimizda shunaqa chiroyli joylar ochilibdi. Bu joyda lokatsiyasini keyingi videoyimda alohida post qilib joylashtiraman. Borishinglarga 100% arziydigan joy, albatta boringlar.